Allohning yo'lida qurbon etyapsың da o'zingni. Jannatdagi qanday o'rin beretini, daraja beretini aytilganda o yerda. Men Rasulov Shahro Firqadovich 1989-yili tug'ilganman Turkistonda. Dinga 2017-yili keldim. Abdulloh Zufar Sodiq Samarqandiy degan va'zlarni tinglab 7 yil merzinga sotlandim. Zufarning va'zlari shahid bo'lish oson emas. 21-asrdagi shahid shu va'zlari bilan odamlarga yuborib, radikal videolarni yuborib, o'shunday xatoliklarga yo'l qo'ydim. YouTube'dan ilm olgan odamlarga urf-odat degan to'g'ri emas, bu dinda yo'q deb yetkazar edi. Asli urf-odat endi har qanday o'zbek millatining, qozoq millatining o'zining urf-odati bor. Shu urf-odati bilan ilgaridan ota-bobolardan kelayotgan urf-odatlarga bo'ysunib yashash kerak. Hozirgi yoshlarga aytarim, ozodlikda yurganda ozodlikning qadriga yetishni. Birinchi, keyin ota-onani qadriga yetishni, oilani, do'stlarini, o'zini, qo'shgan o'rtani qadriga yetishni nasihat qilaman. YouTube'dagi videolar dinga o'zlaringga ilm olishga to'g'ri yo'l emas. O'zlaringga ustoz olib, ustozdan ilm olish kerak. YouTube'da tarqalayotgan radikalniy videolar tarqatyapgan Yusuf Davron, Abdulloh Zufar, Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh ashlarni tinlamangizlar. O'zlaringizga ustoz bilan ilm olishlaringizni so'ranaman.